Şinjan bo'yicha nüfusi eng ko'p bu noyida dunyo bo'yicha oz uchraydigan bir miras bor. Texim güzel joylari qiziqsangiz, menga egishib oling. Uyg'urlarni dunyoga tunutgan 12 muqom 2005-yili dunyo g'ayriy moddiy ma'naviy miraslar qatoriga kirgizildi. Bu nomga erishmak intayin tez. Muqamning ismini anglasaqla, hammamizning yodiga radligüchisi Amansaxon va yurti Yakan keldi. Ondaqda Yakanga berib qalsangiz, qaysi joylarni sayohat qilishni o'ylashyapsiz? Siz bilgan güzel joylarni inkas rayonida qoldiring, ham bahrilanaylik. Yakan 15-asrda Saydiya xonadonligining poytaxti bo'lib, 3000 yillik tarixga qadimiy yurt. Nayi merkezde qad ko'tarib turgan bu Zarafshan ordusuna kirganingizda sizga xuddi davr alqib ketgandek tuyg'u berdi. Shunday qilib ordu ichida bir qancha parcha rasmga tushib o'tamiz. Kunda 2 qatim qo'yiladigan bu nag'malarni anglasangiz, ondan o'zingizni haqiqiy muqam yurtda turgandek his qilasiz. Qisqasi, men shundoq. Endi chiqib bu qarshi tarafidagi mozorliq nazar solaylik. Ana shu shoh vazirlarmi qabr siyatidi. Bu dunyoda biz talashqidek yana nima bor? Yakan davlatimizdagi dog'liq odam yurti, Shinjongning gilos yurti. Kelganda albatta bu mevalardan ilg'ash ketishni unutmang. Zarafshan daryosini bo'ylab bu yuqoriga mangsak, Qo'zgam noyisidagi bu oltin to'g'roq texnik go'zal. 5A darajalik sayohat manzarayini. Güzel to'g'roq manzarasi ko'rgisi bor do'stlar. 10-oyning 20-kunlari atrofida kelishni unutmang. Endi qog'liq noyisju deb qolmanglar, mana Shitiya qadimiy qal'asi. Bir ko'rishingizga arziydi. Uningdan boshqa Yakandagi Qarsu qumliqi, Poskam Chinar bog'chisi, Tojik milliy yezisi qatorliq sayohat qilishga arzigidek joylar bor. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib o'tib, 6 raqamni ko'proq yo'llab qo'yishni unutmang.